Bu shirinlikning mazasi prям bomba deb ayta olaman. 250 gramm suvga 150 gramm sariyog' va ozgincha tuz qaynab chiqishi bilan gazni o'chirib 250 gramm un solasizlar va shunaqa massani aralashtirib biroz sovishga olib qo'yamiz va bittadan tuxumni solib 6 ta tuxumni shunaqa qilib massani bir xil qilib olamiz. Agarda bu pishiruvni sizlar pishirib ko'rsangiz, sizlardan qayta so'rashadi. Gapga qildim, Oyijon Nurto'larni hammaligi so'rashdi retseptini. Yaqinda hayitda ham qildim. Hayitga kelgan mehmonlar ham hammaligi shu retseptni so'rashdi. Va pyumerkini 45% qaymog'idan foydalandim va zugushanka solib, morojniy krem qildim. Judayam pik holatga keltirmasdan suyuqroq massa qilish kerak. Morojniy kremni shunaqa bo'lganda to'xtatinglar va qaranglar qanaqa zo'r bo'lib pishib chiqdi. Morojniy kremni solib, bitta aylantirib olib, idishlarimizga solamiz va ustini shokolad bilan bezatdim. Video yoqqan bo'lsa, serdashkani bosib qo'ying.